ochiq axborot xavfsizligi. Raqamli muhitdagi har bir iz ochiq axborotga aylanadi. Bu izlar bizning shaxsiy hayotimiz, odatlarimiz, fikrlarimizni aks ettiradi. Shu bois ochiq axborot xavfsizligi har bir inson uchun muhimdir. Xo'sh, ochiq axborot o'zi nima? Ochiq axborot bu hamma uchun ochiq bo'lgan cheklovsiz ma'lumotlardir. Masalan, profilingiz, suratlar, joylashuv, izohlar va postlar bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotlar istalgan odamlar tomonidan ko'rilishi va foydalanilishi mumkin. Natijada esa shaxsiy hayotga tajovuz, firibgarlik, shaxsni soxtalashtirish, kiberbullying, yolg'on axborot tarqatish kabi xavfli holatlar yuzaga kelishi mumkin. Xo'sh, bunday xavfli holatlar shaxsning bilish jarayonlariga qanday ta'sir o'tkazadi? Axborotning ko'pligi insonning fikrlashiga bosim qiladi. Raqamli charchoq va stress kuchayadi. Tanlov qilish qiyinlashadi. Ana shunday holatlarda mutaxassislar tomonidan o'z-o'zini himoya qilishning quyidagi yo'llari tavsiya qilinadi. Kuchli parolni tanlang. Maxfiylik sozlamalarini faollashtiring. Har qanday ma'lumotni ulashishda ehtiyot bo'ling. Shubhali havolalardan foydalanmang. Internetdagi manbalarni doimo tekshirib boring va quyidagi amaliy maslahatlarga ham amal qiling. Privacy sozlamalarini tekshiring, geolokatsiyani o'chiring. Postdan oldin kim ko'radi degan savolni bering. Yaqinlaringizga ham doimo eslatma berib turing. Unutmang, ochiq axborot xavfsizligi bu raqamli madaniyatdir. Har bir foydalanuvchi o'z axborotini boshqara olishi lozim. Raqamli muhitda ongli, ehtiyotkor va mas'uliyatli bo'ling.